Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimiz obunachilar. Sizlar bilan yana har doimgidek aviakassa Aviasurxon. Aviakassa Surxonda hozir esa kassamizdamiz. Mana akalarimiz bilet oformlayot qilishda Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llariga bilet oformlayot qilindi. Hozir esa akamiz o'zidan narx-navolarni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Evet. Akajon, Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha biletni qanchadan oformlayot qildingiz? 28.500. 28.500 dan. O'sha Telegram gruppamizda ko'rgan narx bo'yicha oformlayot qildingizmi? Aha. Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari Boeing uchadi 23 kg bagaj 8 kg ruchnoy bilan bilet oformlayot qilishda. Mana summalar 28.500 dan biletlarni oformlayot qildik O'zbekiston havo yo'llariga. Aviakassa Surxon kuzatib boruvchilarni tavsiya qilasizmi? Albatta. Bemalol kelib olishaversinmi? Hammasi haqiqatmi? Hammasi Nasib, chiroyli holatda sizni akamlar aeroportda kutib oladi. Eslatma tarzida Aviakassa Surxon nomerlarini ko'rsatib o'taman. Bemalol telefon qilaverasizlar. 2 kishiga olgan akamiz Aviakassa Surxon xizmatingizda.